Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishini amaliy va nazariy yo'l bilan ko'rib chiqamiz. Tajribani boshlashdan oldin nazariy qism bilan qisqacha tanishib o'tsak. Qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishi bu harorat ko'tarilganda jism o'lchamlarining ortish jarayoni hisoblanadi. Bu hodisa jism tarkibidagi atom va molekulalarning issiqlik harakati, ya'ni tebranma harakati natijasida bir-biridan uzoqlashishi bilan tushuntiriladi. Mana bu rasmimizda ikkalasi ham bir xil jism, lekin issiqroq jismda ularda molekulalar orasidagi o'sha kristal panjaralar tugunlaridagi atomlarning tebranma harakati kuchayadi, kinetik energiyasi oshadi va ular bir-biridan uzoqlashgan bo'ladi. Mana shu hisobiga uning hajmi yoki uzunligi ortgan bo'ladi. Misollar, qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishiga tabiatda juda ko'p misollar keltirish mumkin. Masalan, yozda elektr simlarining cho'zilgan holda osilishini yoki issiq suv quyilgan shisha stakanning yorilib ketishini, ko'priklar va temir yo'llarda bo'shliqlar qoldirilishini biz kuzatganmiz. Hurmatli o'quvchilar, biz quyidagi tajriba orqali qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishini kuzatishimiz mumkin. Mana birinchi holatda sharimiz halqadan bemalol o'tib ketayotgan edi. Ikkinchi holatda esa u qizdirilganda uning hajmi kengayib halqadan o'tmay qoldi. Biz hozir mana shu jarayonni tajriba yordamida tekshirib ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishidan biz foydalanamiz va zararli tomonlari ham bor va uni oldini olamiz. Masalan, mana bu ko'prikni ko'radigan bo'lsak, uning bir uchi mana beton bilan mahkamlangan, ikkinchi qismi esa mahkamlanmagan. Sabab mana bu issiqlik natijasida ko'prigimiz kengayib, bemalol harakatlanishi uchun mana shunday bo'shliq qoldirilgan. Yoki temir yo'l izlarini ko'radigan bo'lsak, temir yo'l relslari hech qachon bir-biriga zich qilib, mana bunday tekkizilgan holatda o'rnatilmaydi. Har doim ularning orasida masofa qoldiriladi. Quyidagi formula qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishini hisoblab beradigan formula hisoblanadi. Bu yerda delta L uzunlikning o'zgarishi, alfa esa kengayish koeffitsiyenti, L0 esa boshlang'ich uzunlik, delta T harorat o'zgarishi yoki temperaturalar farqini bildiradi. Misol uchun, Eyfel minorasi to'liq metalldan ishlab chiqilgan va u issiqlik natijasida kengayadi. Uni hozir kengayishini hisoblab chiqamiz. Temirning kengayish koeffitsiyenti 1,2 10 darajasi -5 1 taqsim gradus Selsiyaga teng. Uzunligi 324 metr. Santimetrga o'tkazadigan bo'lsak, 32400 santimetr. Yoz va qish farqi, demak 40 gradusga teng. Masalan, qishda 0 gradus, yozda esa 40 gradus. Ayiradigan bo'lsak, 40 gradus farq kelib chiqadi. Endi formulaga qo'yamiz va hisob-kitobni amalga oshiramiz. Bizda delta L 15,55 santimetr kelib chiqdi. Hurmatli o'quvchilar, endi sizlarga qiziqarli savollar taqdim etamiz. Birinchi savolimiz: agar temir yo'l relslari orasidagi bo'shliq qoldirilmasa, yozda nima sodir bo'lishi mumkin? Ikkinchi savol: agar Eyfel minorasini po'latdan emas, balki alyuminiydan qurishni rejalashtirsangiz, kengayish qanchaga farq qiladi? Uchinchi savol: issiqlikdan kengayishning dazmolga qanday aloqasi bor? Hurmatli o'quvchilar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishi barcha qattiq jismlarning tabiiy xususiyati hisoblanadi. Bu muammo emas, balki imkoniyatdir. Uni to'g'ri hisobga olib, qurilish va texnika sohasida foydalanish mumkin. Kengayishni hisobga olmaslik katta falokatlarga olib kelishi mumkin. Hurmatli o'quvchilar, biz mana shu taqdimotni tayyorlashda, mana shu tajribani o'tkazishda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Bu adabiyotlarda bundan ham qiziqarli bo'lgan tajribalar, amaliy mashg'ulotlar keltirib o'tilgan. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, endi biz tajriba qismini amalga oshiramiz. Buning uchun
oldin mana buni bemalol mana halqadan o'tayotganini kuzatamiz. Endi buni qizdiramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana biz biror muddat qizdirdik halqamizni. Endi mana ko'ryapmiz. Endi sig'may qoldi halqaga. Buning sababi o'sha molekulalarining tebranishi kuchayib, ularning orasida masofa ortib, endi sig'may qoldi. Bu sovigandan keyin torayib, yana o'zini holiga qaytadi. Mana shu yo'l bilan biz jismlarning issiqlikdan kengayishini tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Barcha qattiq jismlar, suyuqliklar, gazlar, ular issiqlik natijasida kengayadi. Qattiq jismlar suyuqliklarga nisbatan kamroq kengayadi. Suyuqliklar esa gazlarga nisbatan kamroq kengayadi. Gazlar eng tez kengayuvchi hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan sizlar bilan o'tkazmoqchi bo'lgan qattiq jismlarning issiqlikdan kengayish hodisasini amaliy yo'l bilan ko'rib chiqdik. Javoblaringizni esa kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.